Muhtaram azizlar, kelajak avlodlarimizni buyuk insonlar bo'lishini xohlaymizmi? Kitob o'qishimiz kerak. Onalarimizga kitob o'qitishimiz kerak. Ularni ma'rifatini rivojlantirishimiz kerak. Ulamolarimiz aytadilarki, bugun agar biz ayollarimizga ta'lim olishlariga imkoniyat bermasak, kelajakni boy beramiz. Xalqimizda naql borki, agar o'g'lingni o'qitsang, o'g'lingga ta'lim bersang, bu jamiyatda bir kishiga ta'lim bergan bo'lasan. Qizingni o'qitsang, qizingga ta'lim bersang, o'sha qizingdan keyin keladigan barcha avlodingga ta'lim beribsan, deydi ulamolarimiz. Haqiqatda olima ayol, uning bag'rida o'sgan farzand ham olim bo'ladi, ma'rifatli bo'ladi. Shu boisdan ham muhtaram azizlar, bugun o'g'il farzandlarimizni, shular bilan birga qiz farzandlarimizni ham ta'limini birdek olib borishimiz kerak deydi ulamolarimiz. Bu borada mana muhtaram azizlar, yurtimizda ham ayollarimizni e'zozlash borasida katta ishlar qilinyapti. Muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan ayollarga alohida e'tibor boshqacha bo'ldi yana. Buning misolida mana xotin-qizlarga davlat grantlari ajratilmoqda. Ko'plaringizning xabarlaringiz bo'lsa, oxirgi yillarda ayollarni o'qitish uchun mana 2000 ta kvota ajratildi. Bundan tashqari mana olimlarimiz aytadilarki, shunga ko'ra shu paytgacha 7000 ga yaqin xotin-qiz ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'rta maxsus, maktabni tugatgan, kollejni tugatgan ko'plab ayollarimizga yana qo'shimcha ta'lim olib, ma'lumotlarni olishtirishga imkoniyat bo'ldi. Ilm olishlariga imkoniyatlar yaratildi. Bundan tashqari mana shu ta'lim olayotgan ayollarimizni 4000 tasini davlat budjetidan kontrakt to'lovlari to'lab berilyapti. Nima uchun bu xarajat, sarf xarajat? Ayollarimiz ilmli bo'lsin. Ayollarimiz ma'rifatli